Assalomu alaykum, hormanglar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana biz hozir yukimizni olib yo'lga tushdik. Bukvalno mana 50 metr desa ham bo'ladi, 50 metr deyli. Shunda o'zimni yo'nalishimga tushib ketadigan joyda avariya bo'lgan. Shu avariyada hozir o'tiribmiz. Shu yarim soat bo'ldi, endi bilmayman qachon ochadi. Eng yomoni shu charchagan holatda mana shunaqa trafiklarga odam tushib qolsa, undan battar charchashi boshlaydi. Mana bu yonimizda hozir mashinalar o'tyapti. Bu shoulder дополнительный экстренный emergency line bu. Bu joyda umuman yurish kerak emas, mumkin emas aslida, lekin mana mashinalar borib o'sha yerda u burchakda taqalyapti, chunki polniy yo'lni yopgan. Hozir shu yerda o'zida bitta servis o'tib ketdi. Orqadan hozir pojarnilar kelyapti. Endi pojarnilar uchun mana shu yo'l ochiq turish kerak hamisha. Mana hozir mashinalar taxlab tashagan, yopib tashagan mana shu yo'l, anaqa emergency yo'llar. Hozir ko'ramiz, lekin ro'paradan hozir pojarnilar o'tib keldi. Endi ko'ramiz, hozir mana bu yoqqa taqalib kelgandan keyin shu hamma tipirchilab qoladi hozir, lekin ko'ramiz, xudo xolasa endi. Prям oldimda mana avariya bo'ldi. O'tiribmiz.